Muhtaram Prezidentimiz Nurafshon shahriga asos solganlaridan keyin misli ko'rilmagan darajada Nurafshon shahri o'zgardi. Kechagi Nurafshonga kelgan odam bugun kelsa tanimaydi Nurafshonni. Nurafshon judayam chiroyli, judayam navqiron shahar bo'ldi desak adashmaymiz. Nurafshonda avval institut bunaqa narsa orzu edi-da bizga-da. Bugun o'sha orzularimiz hammasi amalga oshib, bugun farzandlarimiz Nurafshondagi eng nufuzli universitetda ta'lim olmoqda, tahsil olmoqda. Avval test topshirish uchun Toshkent shahriga borib, bir kun vaqti o'tib test topshirib kelgan bo'lsa, bugun test markazi Nurafshon shahriga kelib yoshlarimizdan, bolalarimizdan test olyapti. Bu qanaqa imkoniyat? Bu misli ko'rilmagan imkoniyatlar bular hammasi. Ta'lim sohasiga ham juda ham keng e'tiborlar qaratildi. Nechta o'quv markazlari bugun faoliyat ko'rsatyapti. Prezident maktabi aynan Nurafshon shahrida. Maktablarda 80% dan oshiq bugungi kunda yoshlarimiz oliy o'quv yurtining talabasi bo'lmoqda. Bog'cha, maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarimizni berish uchun orzu edi. Bugun qaysi mahallaga boring, davlat sherikchiligi asosida yoki davlat maktabgacha ta'lim muassasasi ana shu mahallamizda bor. Mana o'zgarishlar. Mana bu haqiqiy Nurafshonni o'zgarishlari. Avvallari Toshkent shahridan shunday o'tib kelsangiz, eski To'ytepamizga ikkita tomon panap-siqam uylar, tor ko'chalar, ikkita avtomobil kelsa kerak bo'lsa, sig'maydigan ko'chalar bo'lgan bo'lsa, bugun keng ravon yo'llar, ikkita tomonda baland qurilgan inshootlar, savdo majmualari bugungi kunda hammasi xalqimizga xizmat qilyapti. Biz Nurafshon shahrini barpo etgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozirgi Nurafshonda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarini ko'rib, xalqimiz juda ruhlanib, ayniqsa mana kechagi tashriflardan keyin kelajak shahari qilish uchun harakatlar, sa'y-harakatlarni ko'rib, bo'layotgan bunyodkorlik ishlarini ko'rib, xalqimiz juda xursand. Ne deganda, men bilaman, ilgarigi eski To'ytepada edik. To'ytepadagi ahvolni va hozirgi Nurafshon shaharini solishtirish juda bir qiyin masala. Ilgari men o'zim bilaman, juda xarob ahvolda edi. Endi ko'cha deyishga ham, endi hozirgi sharoit qarasak, ko'cha deyishga ham uni qiynalamiz. Yo'llarni ilgari 2 qator mashina zo'rg'a yurardi. Hozir mana 4 qator, 6 qator mashinalar yuryapti. Buni hammasini har bir yurtdoshimiz o'zi qalbidan o'tkazib bilish kerak. Ilgari faqat 4-5 qavatli uylar bo'lardi. Hozir endi mana bu katta osmono'par binolarni ko'rgandan keyin o'zimiz ham hayron bo'lib qolyapmiz. Ilgari biz unaqa osmono'par uylarni, binolarni ko'rmaganmiz. Lekin bunaqangi tez o'zgarishlar, tez iqtisodiy rivojlanishlarni bunaqasini ko'rmaganman men shaxsan. Ta'riflashga so'z ojizda endi. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi hammasi. Yurtboshimiz o'zi kelib xalq bilan so'rashib, hammasi xalq uchun, xalqimiz uchun, inson manfaati uchun, farovonlik uchun. Biz o'ylamagandik bunaqa chiroyli shahar bo'ladi. Shuncha oz fursat ichida shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Hayolimizga ham kelmagan edi-da. Hozirgi kunda shunaqangi rivojlandik, men o'zim oz fursat ichida shunaqangi chiroyli shahar bunyod bo'lganini ko'rib, bir afsonaviy bir shaharday tuyuladi-da men nazarimda. Ko'p qavatli aholi turar joylari, ma'muriy binolar, sanoat korxonalari qurildi. Undan tashqari yana hozir qurilish davom etmoqda. Shunday go'zal bir chiroyli shaharda yashayotganimizga hamma xursand, ayniqsa nuroniylarimiz. Hozir qayerga borib qarasangiz, nuroniy otaxon, onaxonlarning ko'zlarida faqat shu olib borayotgan oqilona siyosatdan rozilik alomatlarini ko'rasiz-da. Tashvishlar ham bir aridi-da insonlardan. Men o'zim ham 2 ta o'g'lim bor edi. Mana katta o'g'limga hozir o'sha Nurafshon Citydan 3 xonali uy oldik. Nevaramni uzatdim 4 xonali uyda. Borsangiz bir bahri dilingiz ochiladigan uylarda.